Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Bizda Bag'lon viloyatiga bo'lgan safarimizda Burka Ulusoyga kelganmiz. Burka Ulusoyda bir qishlog'ida, Tonimiz qishlog'iga oshnolik topganmiz. Albatta buni yaqindan borib so'raymiz. Bir shoir hamda yozuvchi kishi bor ekan. Bu kishini biz so'rab buloxira uyini topib keldik. Bu kishini yaqindan borib ko'ramiz. Bu kishidan savollarini so'raymiz. Shunday aytib o'tdik. Bu kishi o'zi qalamlari bilan, o'zi zahmatlari bilan kitob yozgan ekan. Tonimiz bu kishini kitoblari ro'namayli bo'lgan joy ekan. Shuni hammasini biz sizlarga ko'rsatuvga imkoniyat qoyil bo'lib, buni ko'rgani keldik. Biz bilan bo'lingizlar, biz yaqindan borib bu kishini ko'ramiz. Qadrli ko'ruvchilar, mana biz talosh bilan va albatta qarab buloxira hurmatli ustozni topib keldik va Burka Ulusoyning bir qishlog'ida ekan. Ko'proq ma'lumot ustozni o'zini eshitasizlar. Hurmatli ustoz, siz birinchidan o'zingizni ismingizni ayting, tanishtiring va nima ish qilasiz? Bismillahirrahmanirrahim. به نام خداوند بزرگ و توانا، یعنی تنگیر تعالی آتی بلن. Meni otim muallim İmom Safiy Murodi Muhammad Murod o'g'li va meni tug'ilishim qishloq oti Palavontosh, Saqov yod bo'ladi aslan, Palavontosh, Ulusoy Burka. Va fe'lan shunday bir vazifa qilamanki, vazifam meni o'qituvchiman, muallimman, shu vatanga, kishvarga, muhiti mantiqaga, mardni avlodlarga xizmat qilaman. Hurmatli ustoz, bizni eshitishimizcha siz muallim ekan. Buni zimdiga siz kitob yozsiz, she'r yozsiz ekan deb bo'lama bizga shu kitoblaringizni ko'rsatsangiz va ismini aytsangiz va hamda bir necha qita she'ringizni o'qib bersangiz. Çok yaxshi bo'ladi. Bali, shavq bilan men ham tarix borasida ham albatta yozgan bo'lsam va o'z tilima, ya'ni o'zbek tilima ham bir necha qita she'r yozganman va dari tiliga yozganman. Fe'lan ko'p shavqiman, ko'p alaqamanmanki shu she'rlarimni idoma bersam u biloxira yana ko'proq yozsam u hamchinon shu biloxira chop bo'linsa u biloxira yana boshqa o'tandoshlaru, qarindoshlaru, tildoshlaru xulasa yana adabiyotni marzi yo'q. Agar ko'proq agar biloxira mahbubiyat jamiyani o'rtasida topsa boshqa ham o'tanlar yo dunyodagi kishilar istifoda qilsa deyman, shu arzudan men. Ko'p yaxshi. Birinchi marhala sizga nima sabab bo'ldi shu o'zbek tiliga kitob yozsangiz, she'r yozsangiz, tarix borasida yozsangiz, shu nima bois bo'ldi siz anglizcha topdingiz buni yozsalaringiz? Haqiqat shu narsaki, vali Afg'onistonga yana necha daha urushlar bo'ldi, chunki albatta biz ko'p mayda sag'at qolgan bo'lsa, u otamizni qo'ldan bergan bo'lsa, u akamizni qo'ldan bergan bo'lsa, u bobomizni qo'ldan bergan bo'lsa, u ko'p bir mushaqqatli ro'zgarlarga qolgan bo'lsak, mumkin biz shu ehsosni topgan bo'lsak-ku, biloxira yana biz ham shuncha sizuvni bilsak, u biloxira shu dardlarga giriftor bo'lsak, u yana biz qismiki bir eron mardimlar mushkulat ustiga topiladi, o'zini mavod muxodirga muttaki qiladi. Biz shu she'r yozuvga, o'sha sizuvga biloxira takiya qildik, biloxira shuni she'r sizib, shu dardlarimizni boshqa narsaki bo'lmadi, shu kitobchaga, kitoblarga inkos berdik. Ha, ko'p yaxshi. Qarang, siz qarang, kuchli shoirlarni forscha yozsangiz, siz bunday forschaga nima uchun yozmadingiz? Qarasiz, nomli kitoblaringizni ko'rdik, o'zbekchaga yozibsiz, ko'p bir xursand bo'ldim buni. Garchi ibtido men forscha tiliga yozar edim. Ha. Vali shunday ehsos qilar edimki, men o'zbek bo'lsam, u forscha tiliga yo dari tiliga nega she'r yozay? Nega o'zbek tiliga sizmaying? Valla shu narsa grammar, nega o'zbek tili grammarlarini bilmayman? Shunday bir zehnima, mafkurama kelar edi. Onda chunki imkoniyat jihon bunday peshraft emas edi. Ba'd az
rejimi Hamid Karzai yana 87dan beri men qarab yana shu mobil texnologiyalar ko'p isrof qildi ne. So'ng biz biloxir guruhlarga hosil bo'ldik, hatto tarixiy o'zbeklarni mutolaa qildik. Qaradiki, bu tarixlarda ko'p bir hangof tarixlari bor ekan, shoirlari bor ekan, donishmandlari bor ekan. So'ng alaqamal qildiki, boyad biz farhangimizga xizmat qilsak, boyad o'z farhangimizga biz she'r yozsak, o'z farhangimizga boyad biz xizmat qilsak deb shu esos bizga tug'ildi. Shunday biz asan o'zbek she'r ham yozuvi iqdom qildik. Ko'p yaxshi. Biz ham keldik shu Burka ulusolliga guzarish tayyorlagani, keyin siz daqiq bilmaysiz, keyin shu kishi aytdiki, albatta mana Raymullaxon Oltinbek shunday bir shoirimiz bor, mutaassifona toniz va sonay bo'lgan emas, kitoblar yozgan deb, shu asosan sizni yaqindan kelib ko'rmoqchiga lozim bildik o'zimizga. Yana yaqindan kelib ko'rdik sizni, mashalloh ko'p yaxshi qilib yozgan ekansiz. Xo'p, biz xohlaymiz shuga sizni shu o'zbekcha yozgan she'rlaringizni biroz o'qisangiz, ko'ruvchilar ham lezzat olsa bundan. Ko'p yaxshi. Sizlarni kelishlaringizni va qadam ranjaq qilsalaringiz umqi dildan, umqi yurakdan sizlarga xayr maqdam qo'sh omadid deyman. Salomat bo'ling. Xo'sh kelibsizlaringiz. Bir enog'alaringizni yana bir go'shu kinori bir viloyat bag'lonni biz yotgan bizni yollabsizlaringiz. Yana Xudovan hamisha sizlarga yod qilsin. Ko'p yaxshi bir she'rim sho'rga bayt bo'ldi. Biz ham shunday hamisha xohlaymizki, sizdek bizni shoirlarimiz bor ekan, bilimdonlarimiz bor ekan, bunday bir mahallaga zindalik qiladi, bular hamisha xohlaymizki, she'rni boshqa tanishsak, bunday bo'lmasa ki bir joyga zahmat bilan sizgan, yozgan, fikr qilgan, qancha zahmat tortgan bu kitobchaga shu qadam qolsa, balki bundan jahon o'zbeklari sud olsa, musafid bo'lsa, bundan foydalansa. Shu asosdan endi siz barnomat izlamasiga xohlaymiz, lekin sizlar she'ringizni yaxshilab o'qib bersangiz ko'p xursand bo'lamiz. Bir she'r ilgari sizlarga aytdimki, nima sabab bo'ldiki siz o'zbek tilingizga va she'r aytasiz, hamma bir nuqtani ishora qildimki, chunki biz o'z adabiyotimizdan, o'z farhangimizdan, o'z kulturimizdan, o'z shaxsiyatlarimizdan bexabar edik. Va shu irtibotga bir ishora qildimki, bir she'r shunday yozganman. Qarong'ulikda istamak chiroq edik. Qarong'ulikda istamak chiroq edik. Yana biz tariximizni boyad bilsak kerak, ne? Biz faqat bir joy nuqtai tarixda bilmagicha bizning nima tariximiz bor. Erkinlik huviyatimizdan yiroq edik, yana jiroq edik degan keyin qolgan edikda. Muhojir bo'lib yurtimizdan ketganlar, ana muhojir ayni bo'lmasa ham muhojir ma'naviyat bo'lgan edik biz farhangimizdan deja. Zahmatga qolib beoyoq edik. Vaqt bir zahmatga qolgan edik, besifo edik. Bir himoyagar yo'q edi. Siz bizni himoya qilsangiz, siz sadomizni intiqol bersangiz, jihon Turkiya dunyolarga, ya jihon shu Afg'oniston turlariga, ya boshqa ag'anlarga degan. Zamonda daryo suv qon bo'ldi. Zamonda daryo suvi qon bo'ldi. Xo'sh, inqiloblar edi Afg'onistonga bo'ldilar. O'lkadoshlarga tiriklik yomon bo'ldi. To'fon to'frog'i ko'zlarni ko'r qildi. Yavolar kim farmoni bilan g'urur qildi. Hurriyatu asrash jonu qon bila. Birlik barchalar bir tomon bila. Ahsan, mashalloh. Hurmatli ko'ruvchilar, she'rni eshitdilaringiz, endi ko'p bir chuqur ma'noga ega ekan, ya'ni insonni zehnini juda katta ochadi. Hurmatli ustod, siz nomixda ko'p go'zal she'r o'qidingiz, go'zal she'r yozgan ekansiz. Birinchi marhala she'ringizni nima haqida yozdingiz? Masalan, ota haqida, ona haqida, vatan haqida, muhojir haqida nima haqida yozdingiz? Va garchi xu janbe she'r yozum ham vatan haqida, ham bilohira farhang haqida, ota ona haqida har irtibot shunday she'r yozgan bor men. Bilim borasiga shu borlarga ham she'r yozganman. Lekin shu men aytdim-ku, birinchi marhalasi, ya'ni avvalgi marhala nima? Bala, birinchi marhalasiki sizlarga ishora qildimki, chunki shu ota onasi borasiga degan, chunki onamki yana vafot qilganiga 1 yil bo'ldi, 1 yil ham bo'lgancha yo'q. Ammo otam shahid bo'lganda men shoyat bir 2 yoshda sag'ir qolgan bo'lsam edim.
hamma xoslon odam yana ham suni sonlarni ichida qishloqlarga erishsa ham havolarga bir ro'hiya berilar edi bir namoz kuniga bir jashn ro'zi taban so'ng saxirki bo'ldi biroz onga ro'hiya yo'q edira shunda biz ustimizga ko'p bir taassurotlar kelar edi shu baraga so'ngasam biz she'r yozuqqa taklif qildik ko'p yaxshi. Janob ustod, mashallah mana 3-4 kitob yozibsiz. Nima sabab bo'ldi shu kitoblaringiz toni chop bo'lgan emas, ma'lumga tarqatilgan emas? garchi sizlardan ham ilgarak bir xabarnigor Yaqubov deydi u kishi ham kelib biz bilan qaribdan so'zlashib edi, gaplashib edi, rasonai qilib edi. Bir ta'dod do'stlar telefoni biz bilan tamas bo'ldiki, yordam bersak shuni nima qilsak deb. Bu albatta shu sharoitlardagi bo'lmay qoldi. Mutaassaffona sharoitlar bo'lmay qoldi. Ya'ni shunday ish holatda turgandiga biz ba'zan biz yana istaymizki har birodariki, har qarindoshlariki agar bizga himoyagar bo'ladi, shu bizni nimalarimizni, shu asarlarimizni, shu kitoblarimizni tarqatadi, ulardan ko'p yazor xushlik qilamiz degan. Chunki tanho xizmat bizni farhangimiz emas, xizmat o'z tilimizga, o'z farhangimizga, o'z qarindoshlarimizga, o'z millatimizga. Yaxshi gap. Sizni oxirgi so'zingiz albatta buyuklarimizga, farhanglarimizga, eng qisqa shu uyg'oq yigitlarimizga payomingiz nimada? Yana barcha avvalan shu qavmlarga, qarindoshlarga, donishmandlarga, farhangiy kishilarga, shoir kishilarga, yozuvchi kishilarga va har kishilarki o'z farhangiga, o'z siyosatiga, o'z kulturiga xizmat qiladi. Boyat men bir nuqtani ishora qildimki, shu nuqtaga mutavajjih bo'lib yana lahza va lahza با فلان و با تدبیر و با حمایه و با وحدت ملی یا وحدت ملی انسجام ملی انسجام مردمی باید حرکت qilsalar sog'liqdan ko'p bir narsalar qo'lga keladi inshaalloh. Xo'p, yaxshi. Hurmatli ko'ruvchilar, mana biz ustozni yaqindan ko'rdik, ustozni tanishdilaringiz, ustozni she'rini eshitdilaringiz, juda zo'r she'r ekan, ma'nosi juda chuqur ma'noga ega ekan. Biz mana shu yerdan turib Erkin TV adresidan buyuklarimizga, tilsevarlarimizga, eng qisqa tujorlarimizdan istaymiz. Bunday eng muhim oldinda bo'lgan she'rlar yozilgan bular joyiga ketmasa. Bular har bir shoirimiz, har bir ustodimiz, har bir donishmandlarimiz qo'llab quvvatlansa, to shu zahmat tortgan qalami bilan qalamdan zahmat tortgan shu joyiga ketmasa, balki undan boshqa o'zbek yigitlar, boshqa viloyatlarga, qariyalarga yashab yurgan bular bundan mustafid bo'lsa. Bizni barnomamiz shuga tugaydi inshaalloh. Hurmatli ko'ruvchilar, biz ham yana barnomamizni idoma beramiz. Boshqa joylardan guzarish qilmoqqa harakat qilamiz.